Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Endi o'sha hisoblangan oyligimizni hisob to'lashni ko'rib chiqamiz. Uning uchun birinchi o'rinda ustav fondini o'zimiz e'lon qilib olamiz. Yillik 100 million so'm. Bu ko'rinishda shakllantirib olamiz. Hop, bizda ishchilarimiz bor. Mana ikkita ishchimiz bor. Shu ikkita ishchimizga birinchi o'rinda oylik hisoblab olish kerak. Oylik hisoblash o'tgan darsimizga ko'ra ikkita bosqichdan iborat bo'lar ekan, demak tabel va начисление. Birinchi o'rinda tabel qilib olamiz. 2023 yilga aniqlash uchun sanaga yanvarni oxiriga qo'yamiz. Hop, joriy oy uchun tabel hisobladik. Hop, endi tabelimizga qaraymiz, necha kun ishlagan ishchi. Sardor 21 kun, Imron 24 kun ishlagan ekan. Hop, bizni Sardorda 24 turibdi, uzatib qo'yish kerak. O'tgan dars ko'rganimizdek, shunchaki o'chirib qo'ymaymiz. Ichiga kiramizda прогулni bosib qo'yamiz. Hop, 20 kunga o'zgardi. Прогул 3 kun chiqdi. Endi keyingi ishimiz provissiya zakrit bo'ldi. Endi начисление qilamiz. Soздать 31.23 sana 2023 yanvari zaполнить bosib olamiz. Mana bo'ldi. Imronda 3,5 million so'm, Sardorda 4 million so'm oyligi bor edi. Sal kamroq ishlagan uchun 3,5 million so'm oladigan bo'ldi. Provissiya zakritni bosamiz. Endi отчетimizga qaraydigan bo'lsak, mana bizda oylik chiqib keldi. 67 o'nga qaraydigan bo'lsak 7 million so'm jami oylik, ikkita ishchini oyligi, 820 so'm jami daromad solig'i ayirib qolgan va 6,160 ming to'lashimiz kerak bo'lgan summa turibdi. NPSda 7 million so'm qolganda qarz olishlar turibdi ana yerda. Endi biz to'lashimiz kerak bo'lgan ishchilarga bo'lgan summa 6,160 ming hisoblanadi. Hop, shu summani to'laymiz. To'lash uchun 3 ta bosqichdan iborat bo'lgan amallarni bajaramiz. Birinchi bosqichimiz o'sha kerakli bo'lgan pulni blokshotga o'zimizni oylik hisob raqamimizga chiqarib olamiz. Buning uchun birinchi o'rinda bank kassa bo'limidan bankovskiy выписка tanlanadi. Hop, keyin pul chiqaryapmiz, shuning uchun списание tanlanadi. Keyin bu yerda перевод на другой счет organizatsiya tanlanadi. Sanamiz oylik to'lanayotgan kun, uni выпискаdan qarab olamiz. Mana выпискamiz bor bizda. Hop, 31.01.23 da mana оборот debit summa turibdi. Zarbat toza yanvar oylik chiqarilgan 6,160 ming. 31.01.23. Keyingi ishimiz hop, summa 6,160 ming chiqaryapmiz. Shot polachadilar, qaysi shotga chiqaryapmiz? Hop, bizning shotimiz o'zi bittagina ekan, 22.8 dan boshlangan shot. Bu shotga chiqarmaymiz, chunki o'zi shu shotdan chiqib ketyapti. Biz yangi bitta shot yaratamiz. Hop, bu shotimiz nomer shotiga mana 23.106 dagi summani yozib olish kerak, shotni yozib olish kerak. 23.106 olib qo'yamiz. 23.106 bilamiz, oylik hisob raqami. 3 to'g'ri bilan boshqa, 3 to'g'ri bilan o'rtasida turibdi. Sumdagi oylik hisob raqami bo'ladi. Nominal birinchi raqamli oylik hisob raqami. Keyingi ishimiz shot BO degan narsaga 55.30 deb o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Oylik hisob raqam bilamiz, blok shot 55.30 da yuritiladi. Записать и закрыть. Va mana shotimiz tayyor. Shu shotga pul chiqaryapmiz. Shot debit o'zi o'zgaradi. Mana bu o'zgartirganimiz uchun назначение платежiga nima uchun pul chiqarayotganimizni yozib qo'yamiz. Va provissiya zakrit bosiladi keyin. Mana 6,160 ming pul chiqib ketdi. Endi keyingi ishimiz ikkinchi bosqichimiz
o'sha oylik uchun vidimiz qilish bo'ladi. Buning uchun zarplata va kadr bo'ladi. Vyplata zarplata degan bo'limchada vidimiz bank tanlanadi. Bank orqali to'laymiz chunki. Hop, bankka vidimiz berayotguncha mana shu joydan qilinamiz. Vidimiz nashr satr deb bosiladi. Keyin nomerga to'lanayotgan kun, hop zarplata, keyin messes qaysi oy uchun to'layapmiz? 2023 yil uchun to'layapmiz biz. Va zapolit bosiladi. Bosganimizda mana Imronga 3080 ming so'm, Sardorga 3080 ming so'm to'lashimiz keragi chiqib keldi. Agar kamroq to'lamoqchi bo'lsak, shuni 2 marta bosib o'zgartira olsak bo'ladi shu narsani. To'liq to'lasak o'zgarmaydi, o'sha joyda qoladi. Keyin провести zakrit bosiladi. Lekin mana bu yerda qizil chiqib qoladi, xavotirlanmaymiz. Bu shunchaki to'lamaganimiz uchun hali shunaqa turibdi. Lekin vidimiz qilib qo'ydik, hali to'lamadik hali. Endi bu shu vidimizni to'lib olamiz. To'lib olganimizdan keyin o'zgarishni ko'ramiz. Hop, demak 3-bosqich vidimizga asosan to'lab o'tish oyligini. Bank va kassa yana tanlanadi. Bankovskiy выпуска, keyin списание. Hop, endi bu yerdan tanlashimiz kerak bo'lgan narsa bu перечисленная заработная плата. Hop, vidimiz ham tanlanadi. Sanaga to'lanayotgan kun. Hop, получатель bank bo'ladi. O'zimizni xizmat ko'rsatuvchi bankimiz tanlanadi. Sozdad. Hop, naminamaniya mikrokredit bank. Mikrokredit bank. Hop. Bu yerga bank infosi. Bank infoyimiz bizda 00433 nomer shotamiz. Hop, nomer shotamizni 23+6 vypskadan olamiz. Mana bu vypskamizda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Bu vypskamizda jami qancha pul chiqarilgan oylik uchun va har bitta ishchi qanchadan olganini ko'rishingiz mumkin. Sardor 380 ming, Imron 380 ming olgan. Endi 22.618 dan boshlangan mana bu shot, bu har bitta ishini plastik kartasining tranzit hisob raqami bo'ladi. Bu yerda misol 100 ta ishimiz bo'lsa, 100 xil tranzit hisob raqam bo'ladi. Endi adres uchun 100 xil tranzit shot kiritmaymiz. Bittasini o'zini yozib qo'yamiz bo'ldi. Hop, записать zakrit. Shuni tanlaymiz. Endi keyingi ishimiz bankovskiy shotni o'zgartirish bo'ladi. Hop, 23+6 lik shotdan pul chiqib ketgani uchun biz ham shuni o'zgartirib qo'yamiz. Ana 23+6 ga o'zgartirib qo'yamiz. Hop, keyingi ishimiz summa. Summamizni yozib o'tiramiz. Mana bu yerda vidimizni tanlaydigan bo'lsak, o'zi vidimiz kelib chiqadi. Mana vidimizni tanladik, bu yoqqa ham vidimizni tanladik, albatta. 660 ming mana bu summa kelib chiqdi. Keyingi ishimiz провести zakrit. Va bo'ldi, tugadi. Endi boyagi vidimizni qaraydigan bo'lsak, mana bu qizil turgandi, oplatsiyasiga o'zgardi. Status. Hop, umumiy oborotkani qaraydigan bo'lsak, qanaqa o'zgarishlar bo'lgan. Birinchi o'rinda qilgan ishimiz 51 dan pul chiqarish edi, 55-30 ga. Mana pul chiqarilganmiz. 6+6 pul chiqib ketgan, bu keyin tushgan. Keyingi ishimiz vidimiz qilish edi. Vidimiz qilishda hech qanaqa apparatga berilmaydi. Oddiy hujjat. Endi vidimizga asosan to'lab olganimizda mana 55-30 dan pul chiqib ketdi. Shu shotdan bank yechib oldi va bizni majburiyatimizni kamaytirib qo'ydi. Oylik bo'yicha endi qarzimiz yo'q, ko'radigan bo'lsak. Oylik to'landi.